Hammaga assalomu alaykum. Hozir bir video haqida gaplashmoqchiman. Marhamat, videoni ko'rishingiz mumkin. Jonga tegdi. Uzog'i 2 minut. Abu doktorga boringizsan, bormaysiz. Nimamush uyalarmish. Abu testosteronni ko'tarish kerak-ku, baraka topkur. Ko'rsan, sportga vaqtim bo'lmayapti. Ishdan stress olib charchab kelaman, mana bitta asabimga tegaysan. Atilab qo'yamanmi? Instagramda bitta video ko'rib. Nima ish qilib? Ha, 100% ishonchli ekan. Tabiiy mahsulotlardan qilingan, hattoki Sog'liqni saqlash vazirligidan ham litsenziyasi bor ekan. Yaxshi, bunda sinab ko'rish kerak. Videoni o'zingizlar ko'rdinglar. Xulosa nima qilsak bo'ladi? Demak, sportga borish shart emas. Testosteronni ko'tarish uchun vrach ko'rigiga ham borish shart emas. O'zi rostdan sabab testosteron bo'lyaptimi, yo'qmi deb analiz topshirib aniqlash ham shart emas. Shu dorini, ya'ni reklama qilingan batni ichsa bo'ldi. Boshqa hech narsa shart emas. Uyda ishdagi stresslar ham hal bo'ladi. Mana bu xotinni ham xulqi to'g'rilanadi. Bu videodan ko'riladigan bo'lsa, hammasiga bitta dori davo bo'ladi. Bu aslida qanchalik to'g'ri? Albatta 100% to'g'ri emas. Mabodo o'sha dori ishlamay qoladigan bo'lsa, ya'ni ta'sir qilmasa agar, erta bunaqa ayol o'sha bananjani kesishgacha borishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l vrach ko'rigida bo'lib, aniq diagnoz qo'yilib, davolangan to'g'ri bo'ladi. Batlar qachon beriladi? Qachonki siz sog'lomsiz, hech narsa bezovta qilmayapti, profilaktika uchun, yana ham sog'lig'ingizni yaxshilash uchun ichsa bo'ladi. Lekin aniq bir patologiya bo'lsa, aniq bir muammo sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, faqatgina batlarning o'zi yordam bera olmaydi.